Nemiteme deb o'ylashib o'tamay, mana menga o'xshash o'xshitib shirin cho'p qilib berala. Ta'mindan yeyishik oziqlik qiymati yuqori bo'lib, cho'nglar ham balla intan yoqtirib yeydi. Amsa buni qanday aytdimki, birlik tugnaylik. Eng avval o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq qo'ygich tayyor qilib olgandan keyin, buni videoda ko'rsatilgandek ushoq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Uningdan boshqa qo'shimcha ko'ktatlardan piyoz, qizil ko'klarni videoda ko'rsatilgandek ushoq to'g'rab olsak bo'ldi. Endi bu tomog'imizdan chinib olgan qo'noq, burchaq, nuqutlarni muvofiq tayyor qilib olamiz. Keyindan qazon muvofiq may qo'yib, may qizigandan keyin go'shtimizni solamiz. Go'shtni qizarg'ich qo'rib olgandan keyin piyozni solib arishkorlashtirib yetiblar. Muvofiq miqdorda tuz, azroq chang yo'q qo'yib, go'shtimizga rang kirgizib olgandan keyin buning tayyorlab olgan nuqut, qo'noq, burchaqlarimizni solib 1 minut atrofida qo'rib olamiz. Keyindan muvofiq miqdorda sho'xilchang ustiga azroq sho'xil solib, bularni qizarg'ich holatda bir qo'rib olamiz. Endi sho'xil taz izlab shirinlari chiqqandan keyin buning az miqdorda suv qo'yib, buni 15 minut atrofida qaynatib olamiz. Keyindan buning cho'ng ustamniki suyoqash tetit qo'ysidan bir bo'loq silib yetadigan bo'lsak, vah, ta'mi kep ketmay ekan do'stlar. Har xil shu suyuq tomoqlarning ta'mini tanishmay o'tmaydigan do'stlar, qansan bir shiltib yiqinglar. Endi o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq uyda cho'p yeyib olsakmi yoki tayyor cho'p kirsak bo'ldi. Mana shuna qozonni qaynatib 1 minut atrofida cho'pimizni pishirib elib olgandan keyin sayimizga qizil ko'klarni samsoqlarimizni silib bir aralashtirib, tuz ta'min tetib olgandan keyin pishirib olgan cho'pimizni ustiga qo'yib olamiz. Uning ustiga azroq yumg'oq suv chechib o'tgandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi do'stlar. Intayin yeyishib bo'lgan tomog'imiz tayyor bo'ldi. Qanchalar yugurib oldinglarmi?